Keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzuriga kirishga ruxsat so'radi, kirdi. Rasulullohni o'rab qo'yilgan holatda ko'rib turib, aytdiki, Rasululloh shundan ketdi dedi. Xuddi Alloh taolo tog'ga nurini tushirganida tog' kul bo'lganligini ko'rib, Musa hushidan ketgandek Rasululloh ham hushidan ketdi dedi. Rasululloh albatta qaytib keladi dedi. Kim u zotni o'ldi desa, bo'ynuzni tashlaydi. Umar ibn Xattob masjidga chiqdi, minbarga ko'tarilib odamlarga tahdid qilishni boshladi. Bu musibatni rost ekaniga ishonish xohlamayotgan kishilar Umar ibn Xattob atrofida jamlanishdi. Umar ibn Xattob gapirishni davom etar edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga xabar yetganida shoshib keldida, to'g'ri masjidga kirdi. Odamlarning holini ko'rdida hech kimga parvo qilmasdan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujrasiga kirdi. Kirdi, Rasulullohni o'rab qo'yilgan holda yotganligini ko'rdi. So'ngra Rasulullohni haqiqatan vafot qilganligini ko'rib turib, peshonasidan o'pib, "Ya Rasululloh" dedi. "Tirik holingizda ham, mayyit holingizda ham pokizasiz" dedi. "Alloh sizga yozgan o'limni topdingiz. Bundan keyin hech qachon o'lmaysiz" dedi. Yana bir marta o'pib, Rasulullohning yuzini yopib qo'ydi. Chiqib minbarning oldiga keldi. Umar ibn Xattob esa bu paytda odamlarga Rasululloh o'lgani yo'q deb shu va'zni o'qiyotgan edi. "Ey Umar, o'tiring" dedi. Umar ibn Xattobdek tog' bo'lgan kishi mana shu musibatni ko'tara olmayotgan edi. Musibatning og'irligidan Umar ibn Xattob to'xtata olmayotgan edi.